Salom hammaga sizlar bilan yana Oltpaxan. Xo'p, jigarlar, sizlarga bu videoda nima demoqchiman? Sizlarga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Men shu joygacha, shunaqa darajaga erishgunimcha sizlar meni qo'llab-quvvatlab, shuncha podeshka qildinglar. Kommentlarda Oltpaxan sizlar o'tiravering deb motivatsiya berdinglar. Shu joygacha sizlarni podeshkalar bilan yetib keldim. Shular qatori meni ustozim Oltkamol akamga, Elif Suhrov akamga, Zafar akamga juda ham katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ularning motivatsiyasi bilan, ularning gaplari, ya'ni sen hech qachon to'xtab qolmagan, kontentingni qilavergan, hech qachon to'xtab qolma. Senga birorta hype qiladimi, boshqa qiladimi, umuman e'tibor berma. Har doim to'lka gaz, to'lka pervod, hech qachon to'xtab qolmagan. Nimadir bo'ladigan bo'lsa ham biz seni qo'llab-quvvatlaymiz, hech kimga e'tibor bermagan. Xuddi shunaqa motivatsiyalar jigarlar. Men sizlarning kayfiyatingiz uchun, sizlar pozitiv bir xursand bo'lishingiz uchun videolar qilyapman. To'g'ri, bir kulgili gaplar aytyapman, sizlar kulyapsizlar, sizlarning kayfiyatingiz uchun qilyapman. Sizlarni abdushi yaxshi ko'raman jigarlar va bundan keyin meni podeshka qilasizlar degan umiddaman. Bundan keyin sizlarga yana ham qiziqarli, yana ham pozitivni videolar chiqarishga harakat qilaman va sizlar bilan Oltpaxan